mana tafsirlayapti. Buning ma'nosini men tushuntirib beraman. Bu dunyoda foniyda kimdir salovat o'qib, kalima o'qib, hadisda dars berib turgan bo'lsa, mana shu ovoz jaranglaydi shuni qadamida. Bu dunyoda o'qidimi, u lahzada o'tib ketadi. Uni masxara qilib, uni haqorat qilgan bo'lsa, yoki noto'g'ri qilgan, ular jahannamga tushadi. O'qimay o'tirib, bu bilan ovlashadiganlar jahannamga tushadi. Balkim O'zbekistonda chiqarib o'tirgan shu holatga qarab turaman, man o'qimaydi-da bular. O'sha shu 6 yil bo'ldi o'zbekning artistlari bunga qarshi chiqib, buni yomon muomala qilib bittasi o'qimaydi. Na mavlud o'qiyapti. 10 millionta artisti bor O'zbekistonda. Bular o'zbeklarni buzib, restoranni chiroyli qilib, hali bir shohjahoni chiqqan ekan, farishtaginam deyapti. Ayollar uni farishtaginasi ekan. Men hayratda qoldim. Agar ayollar farishta bo'lsa, ular ovqat yemasi kerak, ular to'g'masi kerak, ular farzand ko'rmasi kerak, ular oila qurmasi kerak, ular doim kecha-yu kunduz ular ibodat bilan shug'ullanib yashashi kerak edi. Men hayron qolaman, Shohjahon deb Sheralining o'g'li, o'sha kimning o'g'li, farishtaginam deb shaytonni bazmini tuzyapti. Ayollar farishta bo'la olmaydi. Sen faqat o'qib o'tirgan narsangni erta qiyomat kunida sen javob berasan. Farishtalar yetalaydi. Nima uradi durra bilan. Farishtalaring chaqir deydi. Nima deysan shu paytda? O'ylamay gapiryapsizlar-da. Masalan, sen chiqqin yurtimizga, dadangni ruhini shod qil. Kimdan qo'rqasan? Restoranga keldingmi, chiroyli restoran qurilgan, chiroyli desang shaytonni o'qi, dajjolni, fitnalarni o'qi. O'sha o'tiribdi yopinchiq bilan umraga borib kelgan o'shalar, ularga haqiga bir kalimalar o'qib, bir yaxshi holatni tashkil qil. Sen xohlaysanmi, seni oldingga yomon taom bilan keltirib qo'ysalar, yeysanmi? Ularga sen yomon taom beryapsan. Ular bizlar farishta emas, bizlar farishtalar bo'lish ovqat yemasligimiz kerak degan holatda ular tushunib qoladi-da. Haligi bitta nodonni o'zini tashlab ko'ppa yotib, men farishtasi ekanman buni deb yotyapti-da. Men qotib qoldim. Bunga qanday qaraysizlar? Bu yerda aytyapti, mana artistlar Qur'onda Alloh taolo 50 ta bergan. Shu 50 ta duo bo'lmasa, bermasam edi Muhammad, seni ummatlaring yasholmadi degan ekan. Shunda bir duosi bor ekan. 50 ta duo orqali yer, osmon shu bizlar chiroyli yashayganimiz. 50 ta duolarda o'da Allohumma antar robbannal abdu famayda abdallah robbi ya Allohumma antal xoliqannal maxluqa famayda maxluqallah xoliq ya Rob degan duolar bor. Allohumma antal shairu annal mashhur fama yadu mashhur illal shair ya Rabbi. Ey deydi, so'zni to'qiding ya deydi. Foniga to'qib o'zingga maqom olasanmi? Sen shayton yo'nalishga ketib buzganing uchun javob bersin. Men senga maqom beraman, martaba beraman, boylik beraman deydi Alloh. Kelasan sirotda seni ushlab qolib, mana shu boyliklaring, maqtanchoqlaring, moli dunyoga yordam bersinchi deydi. Buzdingmi deydi. Nima deysan o'sha farishtagina deb o'qiydi. Qani farishtanga yordam bersin deydi. O'ylaylar-da. O'zbekiston xalq artisti. Aqli sakovati joyida. Ayollar farishta bo'la olmaydi. Ayollarga azobiy dunyo berildi. Ayollar bizni dunyoga keltirdi. Ayollar bo'lmasa bizlar dunyoga kelmadik. Ular o'sha kindikdan nofdan Alloh nof deydi. Kindikdan bizlar havo oldik. Bir xil hammamiz edik. Musulmon, bizlar boy kambag'al yo'q edik onamizning qornida. Bironta bola boy bo'lib yoki kambag'al bo'lib tug'ilmadi. Hammasi bir xil onaning o'sha og'iz gapirib o'tirgan gapidan, onaning amalidan, onaning nimasidan rivojlanib sog'lom farishtalar duo o'qidi. Sog' salomat bo'lsin, sog' salomat tug'ilsin deb o'qidi. Musulmon bo'lib tug'ildik. Muhammad Rasululloh aytgan ekanlar, yer sayyorasida mendan keyin hammasi musulmon bo'ladi degan ekanlar. Lekin ularning onasi, otasi ularni yo yahudi, yo nasroniy, yo majuzi, yo butparast. Butparast degan odamlarga iltijo qilishgan butparastlik. Xo'sh, umuman butparast hamma amali degan ota-onasi
o'qituvchisi, ustozlari o'sha yashab o'tirgan zamondagi aqlliman deb yurganlar dars beradi ularga degan. Qayoqqa boshlaydi? Javob beradi degan. O'sha uchun haviya degan jahannam, havo, momo havoning mana shu Alloh taolo aytgan, mana shuni yema degan ish yeb qo'yib, mana shu haviya seni otingga qo'ydim. Havo sani ismingni shu jahannamga qo'ydim. Ana endi sen ko'paligin to'g'adi, bularga men 124 mingta, 224 mingta payg'ambarlarni chiqarib qo'ydim. Bularning hammasini men gapirmayman deydi Qur'onga. Faqat 30tasini aytib beraman deydi, tamom. Eng zo'rini aytib beraman deydi. Bular kelib aytdi, faqat la ilaha illallohni to'qi qancha to'qisang, qancha shoir bo'lsang, la ilaha illalloh deb to'qi, salovat o'qib to'qi. Bir salovat o'qisangiz, buni rahmat berar ekan, sirotdan o'tib ketar ekansiz, aziz onaxonlaru, otajonlaru, bolajonlar deb o'qi deydi. Allohumma antal shair va annal mashhuru fama yadu mashhurala shair ya Rab. Mana buni ma'nosini men tushuntirib berdim. Bu yerda o'qiyapti. Mana shu dunyoda kimda kim ovozi bor, hadisida qolgan insonlarda o'qib o'tirgan bo'lsa, bularga otasiga rahmat. O'tib ketadi sirotdan. Hech kimga majbur qilmaydi. Rosta bizlar yordam beramiz. Birodarimiz, bir oila bizlar, bir nimada deb tushunamiz. Bizlar odam bilmaydiganini bilib oldik. O'tgan davrda bittasiga men Alloh la ilaha illalloh qablan kulli ahadan la ilaha illalloh ba'dan kulli ahadan yapka rabbuna yabna kulli shayin desam agar, Karim davrda chiqib menga aytyaptiki, qo'shiq qilib, qalb qayerda, qalb yo'q, u yolg'on u gaplar deyapti. Arab tiliga aytgan. O'sha inson unga laqab qo'ydim. Chumchug'i deb. Chumchuq ham bolasini katta qiladi. Nima deyapti bu dedim. Mana shu holatda men 14 yil gapirib kelyapman. Islom degan podshoyimiz, rahmat podshoga haj umraga yorayapti. Shular jannatga kirsin, jannati bo'lsin deyapti. Senlar nima qilyapsan? Podshoga nisbatan hurmating qani? Podsho uyalib qoladi. Senlarni qilgan amaling, qilib o'tirgan yurishingga qarab, borini berib qo'ygan. Boy podshoda yashayapsan har biring. Lekin qilayotgan amallaringga qara. Restoranlar qurgansan chiroyli. U yerga bir tarbiya intizomda o'qirib, bismillahir rohmanir rohim deyish va odamlarga dars bermaysanmi? Madaniyat vaziri nima deydi? Madaniyat vazirida bir farosat bormi? Qanday qilib sen bularga dars bermayapsan? Madaniyat vaziri qilib qo'ygansan. Bolalaring, nabira-chabiraning, qizlaring buzilib ketishini xohlaysanmi? 7, 5-pishding, 6-pishding fahsh ishlarni qilishni xohlaysanmi? Jahannamga tushsin deyapsanmi? Bolangni bolasi 3-4-pishding nima bo'ladi? Alloh qaytarib beradi o'zingga. Nima amal qilsang qayta sen ko'rasan dunyodan o'tganingdan. O'sha paytda meni eslaysan. Ana shu uchun buning ma'nosi ana shu tilmochlarga, qo'shiq o'qiydiganlarga aytyapti, mana tushuntirib beryapti. O'zbek tilida o'sha Allohni zikr qilib, ovozi borlar, o'qinglar, da'vat qilinglar, martabangiz bor degan ma'noda. Nima bildiribsan? Agar men yosh bo'lsam, 60 dan o'tdim, 60 ga kirganman. Men yosh bo'lsam borku, butun xalqimni, O'zbekistonni shunday zamonni menga berib qo'ysa, yosh bo'lsam, men chiqib qo'rqmasdan o'qib, ovozimni chiroyli qilib qo'ysaydan, shu podshoni zamonida shunday o'g'li ham bo'lsam, yosh bo'lsam edi, butun O'zbekiston larzaga keltirgan bo'lardim. Jannatga kirishga da'vat qilgan bo'lardim. O'sha yomon insonlarni ushlab olib, ularga qaror bo'yicha podshoga madad bergan bo'lardim. Bu eng yadroviy quroldan ham battar bu buzg'ish holatga tushirib o'tirganlar, ko'zlaringizni ochinglar. Opangiz, singlingiz, onangiz, og'ayningiz, birodaringiz, millatingiz bitta-ku.
O'zbekiston-ku. Nega sizlar yaxshi yo'lga boshlamaysiz bolajonlarni? Nega sizlar podsho shunday bir chiroyli zamonni berib umralarga borib kelyapti-da. Arzon qilib qo'yaman deyapti. Yana arzon qilaman. Borgin xalqim. Kelajak bolalarga dars beringlar, o'rgatinglar, bilsin deb podsho javrab o'tiribdi-da. Samolyotlarni qo'ygan. Bir oyda 20 ta o'yin reys qatnayapti. Borsin, ko'rsin bular. Makka-i Madinani chiroyli nuriy Xudoni hurmatini ko'rsin bular. Jannatga kirsin degan maqsadda podsho yana arzonroq qilib qo'yinglar. Borsin xalqim ko'zi ochilsin deyapti. Axir bundaqa zamon kelmagan. Bir tarafda boylik, bir tarafda raqobat, bir tarafda iymon. Qaysini tanlaysan? Boylik, maqom, martaba, maqtanchoqlik. Bu nima bu? Jahannam. Umra, yaxshi amal qilib ilm o'rgatish bu jannat. Ovozing bilan odamlarga da'vat qilishing bu jannat. Mana sirotdan nimani o'qiyotganini ko'rdingizlar. Allohumma salli ala Muhammadin fil avval oxiril fil Allohu akbar.